Navbatdagi darsimiz esa bu kun tartibim bo'ladi. Demak, bugun biz kun tartibi haqida gaplashishni o'rganib olamiz. Ismi Ahmad, demak ismim Ahmad. Astayqizu kulla yawmin fi as-sa'ati as-sabi'ati sabahan. Har kuni astayqizu degani uyg'onaman degani, istayqozo degan fe'l bor. Yastayqizu bo'ladi tuslanyapganda. Uchinchi shaxsda. Ya'ni uyg'onaman kulla yawmin har kuni fi saati sabiati soat 7 da sabahan ertalabki. Aghsilu g'asila fe'lidan aghsilu deb bo'ladi. Bu yuvaman. Vajhi yuzimni yuvaman va unazzifu nazzafa fe'lidan yunazzifu bo'lib tuslanib, unazzifu tozalayman asnani tishlarimni. Thumma so'ngra atanawalu wajbatal iftari. So'ngra ertalabki nonushtani tanavvul qilaman. Tanawwaladan atanawwalu bo'ladi. Ba'da zalika undan so'ng azhabu ila al-madrasati, maktabga boraman. Fi sa'ati thaminati, soat 8 da. Adrusu hatta sa'ati thaniyati dhuhran. Abidga, ya'ni kunduzgi deyapti, soat 2 gacha dars olaman u yerda. Ba'da al-madrasa, maktabdan keyin a'udu ila al-bayti. Aada ya'udu degan fe'ldan ajva fe'li bo'lib, bu qaytmoq degani ila bilan kelib. Uyimga qaytaman. Va atanawalul ghadaa, va abid qilaman deyapti. Ma'a usrati, tushlik qilaman deydi. Fil masai, kechqurun al'abu ma'a asdiqai fil hadiqati, bog'da do'stlarim bilan o'ynayman. Ba'da zalik, ana o'shandan keyin a'udu ila al-bayti, uyga qaytaman. Va aqumu bi wajibatil madrasiyati. Qoma degan fe'l agar undan keyin bi keladigan bo'lsa, bajarmoq degan ma'noda keladi. Aslini olganda bu qoma fe'li turmoq degani. Qoma yaqumu. Lekin bi bilan kelganda amalga oshirmoq, qoyim qilmoq, zo'rlab bajarib qo'ymoq degani. Shuning uchun vajiba degani ish, uy ishi. Bajarilishi kerak bo'lgan ishi vojibat deydi. Madrasiya degan maktab ishimni, maktab vazifalarimni bajaraman deyapti. Atanawwalul ashaa, kechki ovqatlayman fi sa'ati sabi'a, soat 7 da, masa'an kechki 7 da. Thumma so'ngra ushahidu tilfaza, so'ngra televizor ko'raman, qabla an azhaba ila sariri. Ya'ni yotishdan oldin, ya'ni azhab ila sarir degani uyquga yotmoq degani, kravatga borsa uxlaydi-da. Uyquga borishdan avval men televizor tomosha qilaman deyapti. Bu yerda so'zlar berilgan. Bularni xo'p, alohida o'qib berib o'tirmadik. Muhimi mana shu tepadagiini yodlab olinadigan bo'lsa, o'zingizga moslasangiz ancha nutqingiz oshib qoladi.